U özünün hayat hikayesini aytib berishga ma'qul bo'ldi. Yoshurug'dek nimam bo'lsin. Allaqachon oldingizda sharmandam echilib bo'lgan tursa, oyog'idek nimasi qoldi? dedi u va chiroyli lavlarini bicharlik bilan titratib. Men 13 yoshlarimda edim. Yurtimizga Xitoy cheriklari bilan bir amaldor keldi. Biz kuchaning uzoq bir yezisida onam bilan yashaydik. Dadam men aqlimga kelmasda o'lib ketibdikan. Xitoy amaldorining menga ko'zi tushibla meni qo'yib ketkisi kelmayli qoldi. Anamdan meni so'radi. Ammo anamning qarshiligiga qaramay meni elib mangdi. Pachiqaga esilgan anamni qattiq tepib yumulativatdi. Men anamning holiga qon yig'ladim, ammo ojiz edim. Qutulishga chorasiz edim. Meni Aqsu shahriga elib kelib 2 yilcha xotun qildi. Keyin meni bir shaytonga tutib berib g'oyib bo'ldi. U Xitoyning quchqidan bu Xitoyning quchqiga o'tib, yana 2 yilcha Xitoycha o'qib, savodim chiqdi. Yana bir Xitoy amaldor meni cho'ng o'qishda o'qitaman deb Urumchiga keldi. Bu yerda men josuslik kursida o'qidim. Natijam yaxshi bo'ldi. Menga erkaklarni qanday chalib qilishning nazariyasi o'rgatildi. Bundan boshqa kundalik ishlarga lozim bo'ladigan josuslik texnikalaridan shifr texnikasi, ko'rinmaydigan siya yasash degandeklarni o'rgatdi. Keyin yana Aqsuga avatdi. Aqsuda ilg'or yoshlarda ma'lum bir xil qarshilik tashkiloti sezilgan bo'lsa-mu, buni pashqilamay turayotgan ekan. Mening vazifam bu tashkilotda bo'lish ehtimoli bo'lgan shoir Lutfulla Mutallibga yaqinlashish edi. Lutfullaning sho'x, qizlarga amroqligi uning nishon qilib tanlanishidagi sabab edi. Mening oshkora salohiyatim boshlang'ich maktabning muallimasi. Ilg'or yoshlarning faoliyatlariga qatnashdim. Bu chaqda Abdullah Ro'zining dramalari sahnalashtirilib Menmu bek aktivlardan edim. Ko'p o'tmayla Lutfullaning diqqatini o'zimga tortdim. Uning bilan favqulodda yaqinlik hosil qildik. U mening jangovar, ilg'or bir qiz ekanligimni ko'rib, meni bu tashkilotga da'vat qildi. Tashkilotning maqsadini tonishtirdi. Voy shaqiqamikin, devatdim chidayolmay. Shumi sen hayvonning qilgan ishimidi? Ha, men pash qilgan edim. Rostini desangiz, dedim. Sizga davomli samimiyatsizlik qilolmayman. Nemishga amdi? Bilamsiz, siz bilan to'y qilib, hayotimda tunji qaytim odamdek hayot kechirgan edim. Haqiqiy bir oilam, xalq so'ygan, hurmatli erim bo'lgan edi. Sizni setishga majbur bo'layotgan oxirgi kunlarda shunchalik azoblandimki, buni bir o'zim bilaman. Buni desam, kim menga ishonadi? Hatto siz qo'lga ilinib ketgandan keyinmi kucha xalqi meni beshiga ilib ko'tardi. Bu ma'sum xalq mening o'z qo'lim bilan sizni zindonga uzatganimni nadim bilsin? Ular meni Sabit apandining xonimi deb shunchalik hurmat qiladi. Uval bo'ldi deb har kim mening holimdan xabar elishga, har kim bir ishimga yordam qilishga tayyor edi. Bularning hammasi sizning ayolingiz bo'lganligimdan edi. Hayotim bo'yicha xo'rliq ichida o'sdim. Xitoylarning masxarasining bevosita nishoni bo'ldim. Hech kim meni odam qatorida ko'rib boqmagan edi. Ana shu bir yildan ko'proq vaqt mening hayotimdagi odam hayoti bo'lgan edi. Balkim so'rasiz. Har kimni so'rashi mumkin. Ajaba shundoq ekan, nimishqa sotqinlik qilding? Men majbur edim. Agar birdinla vazifadan voz kechib, yaxshi bir oila ayoli bo'lib yashay desam, menga ruxsat yo'q edi. Men ko'chadagi divonidan bek talaysiz edim. Ularning o'z xohishi bilan yashash huquqi bor. Ammo men xohlasam to'y qilib, xohlasam uy tutadigan haqqim yo'q edi. Aslida siz bilan to'y qilishim mo'ljallangan ish emas edi. Sizni boshdan chiqarib, oshningiz bo'lib olsammi bo'ladi. Biroq siz taqvodor odam ekansiz. Sizni boshdan chiqarish mumkin emasligini bilgandan keyin plan o'zgardi. Sizga xotin bo'lishimga, rasmiy to'y qilishimga ruxsat qilindi. Qarang, men yaxshi ko'ribmi to'y qilolmaydim. Nafratlansammi neri turolmaydim. Men ularning qo'lidagi bir qurol edim. Meni hammadan azoblangani sizdan keyin butun kucha xalqining menga shunchalik echinib, ich og'ritib ketishlari, hurmat qilishlari bo'ldi. Ichimdikini ular bilsa, sirimni ular bilsa, chalma kesak qiladigan yerda.
Bilmegenlikleri üçünla en ali hürmetlerini bana bağışlap atatdı. İçki esir ve taşqi muamele arasındaki bu qarma qarşılık meni saranqıp qo'ydigandek qılatdı. Şunun bilan men qattiq talab qilib, kuchadan ketishga ruxsat so'radim. Ammo men Ürümchida turmada ekan, bir haqiqatim yo'qlashqimi bo'lmadimi? Mening omonatlarim to'g'risida oldingi odam avatgan chig'imda bu bir o'yin edi, endi oxirlashdi degan ekansan. Hech bo'lmasa odamdek javob bermabsan. Bilamsiz, men siz bilan to'y qilib vaqt uzrab ketganiga mendan gumon qilishga boshlashdi. Sen rastlı ko'ngil berib yetib barsan, bu ishdan bosh tortishga urinyapsan deb qistashdi. Keyin mening xalqning hurmat besimiga chidayolmay qechibotganimni tushunib turishdi. Shu ishdan keyin menga ancha ishonmay, siz bilan bir aloqada bo'lish ehtimalimni mo'ljarlashlik edi. Shunga men ko'zitilayotganimni sezatdim. Undaqkan men kimga ishonaman? Uyda qolgan kitoblarim nima bo'ldi? Sizni ilib manganlardan keyin qolgan bir nechisi hamma kitob qog'ozlaringizni yig'ishtirib ilib mangdi. Uning yosh qo'yilib turgan ko'zlariga qarag'animda chidag'udek holim qolmadi. Uningga rostdan ichim og'ridi. Boshqacha bo'lishi mumkinmi? U ziyonkashlikka uchragan bir bechora edi. Ammo ojizlik ifodalab qo'ymay debla qattiq talabbuzni so'radim. Yangi bir vazifa yo'qligini qandoq bilaman? Voy, Sabit, siz unchimi go'l odam emas-ku. Gomindanga ishlagan mendek bir rasvoga kompartiya ishinamdi. Shunglashqimi 7 yildan beri zindondan zindonga, lagerdan lagerga surilib yurman, dedi esadab turib. Bo'pti, talatuzga chiqqanda men bilan bo'lgan munosabatingni deb yurma. Ammo bu yerda sana homiy bo'lib qo'yay. Men qilgan shumliqingni boshqa insonlarga qilib yurma. Kishilarga ziyonkashlik qilsang, bir kuni o'zingga yanadi. Dedim bir oz yumshoq talaffuzda. Güzellerning jingilak chochlari aqlning oyog'iga zanjirdir va ho'syorlik qushi uchun to'zoqdir. Shayx Saidi Gulistondan, Abdurdin. Degandek bo'ldim-u qandoq? Degan gumon hamon yuragimni yeb turadi. Alloh murodingizga yetkazsin, Sabit. Sizning menga ega bo'lishingizdan umidim bor edi. Siz degan yumshoq ko'ngil odamda, dedi u yig'i aralash kulimsirab. Kulimsirganda uning tishlari parlab ketdi. Bu tishlar yanada shundoq parlaq edi. Voy rasvo, qilmishlaringni demaganda farishtaga o'xshaysan-da, dedim ichimda. Keyin Xalicham yana yo'liqib, aram topdim. Rahmat, Sabit, dedi. Yosh yigitlardan ba'zilari so'ragandek qildi. Men bir turlik aniqsiz tarzda, uning chaqchaq qilishmajmi? debla javob berdim. Ammo ular uni xotinkan deb tushunishgan edi. Keyin turma boshliqlari, maydon boshliqlarini o'qib, haftada bir qatim jamoat boyadi ko'rishinglar, o'g'irliqcha ko'rishishga bo'lmaydi deb ruxsat qildi. Ammo bizning ko'rishishga ehtiyojimiz bo'lmasa-mu, bu yolg'on munosabatni rost qilish uchun uchrashib, untinsiz bir hazo o'ldirib ayrilib ketdik. Uning ashu sharmandalikka to'lgan hayotini o'ylasamla, uni qiymatchimi qilib etkim keladi. Ammo uning hamisha ma'sum ko'rinadigan chiroyiga qaraganimda ich og'ritmay turolmaydim. Bir necha oydan keyin Xalicham menga, meni yana boshqa bir yerga akityotdi. Xudoga omonat, dedi. Uning ma'yuslik bilan chaqnab turgan ko'zlariga qaraganimda shunchalik ichim og'ridiki, ashu borgan yerda uni kimlar bo'zak qilarkan deganlarni o'ylab, tenim shurkinib ketdi. O'zingga paxas bo'l, har kimga ishinib yurmagin, dedim menmi ko'yinib. Ammo u uzab ketishiga qalbimni mudhish bir gumon iskanjiga ilib oldi. Uning boshqa lagerga yo'tkilishi ayni chaqda Qashqada Nasiraxunning Yangishaning turmasiga yo'tkaydi ekan deganlarini eslatdi. Ammo qancha o'ylabmi Xalichamning mendan erishmoqchi bo'lg'ini yoki erishgani nima edi degan savolga javob topolmadim. Javob topolmagan turuqliqmi yanada ko'nglim yeshilmadi. Buningda bizdeklarga anchaki tuyuladigan, ammo istixborot kasbidagilarla qimmatini biladigan allanimi bor edi. Bu zodi nima sirdi? Sabit apandining qandoqlikim bo'lmasin, ashu go'zal ayolga qanchalik ko'ngli borligi bilinib turadi.
Uning haqida gap bo'lsa, uning go'zalliklarini tasvirlashga to'g'ri kelsa, o'zini yo'qotib qo'yayotgandek qilib ketadi. Hayotining mutlaq ko'p qismida bo'ytaq hamda turmada o'tgan. 2 qatimda 1 yildan jami 2 yilcha xotinlik hayoti yashagan bu bechora odamga har jihatdan kishining ichi og'riydi. Әмді, ашы yillarda bo'lib o'tgan yeziq o'zgartish va Sabitning buningga munosabatli hikoyalarini so'rag'im kelib, temini shu yoqqa burdim. Sabitga, yeziq o'zgartish loyihasi, ya'ni yangi yeziqning loyihasi sizga turmadagi chog'da ko'rsatilib ekan deb anglagandik. Bu shu qatim ko'rsatilganmi? Ha, shu qatim ko'rsatilgan. İbrahim Turdig'imi ko'rsatilib ekan deb anglaganmiz. Qaysinglarga burun ko'rsatilganligini bilamsiz? Yo'q, bilmayman. Biz bir yerga qamalgan emas. Anglasak, dastlabki loyihada J harfi yo'q ekanmish. İbrahim Turdi buni ko'rib, loyihani ko'rsatkili apag'anlar ichidagi Xitoyga qarab, J harfi jinni malikma debdikan. Uning loyihaga qarta barliq fikri shuningdan iborat bo'pti, deb anglagandik. Bu gapning yana bir variantimi bor ekan. Uningda İbrahim Turdi, loyihanglarda nimishqa J harfi yo'q deb so'raganmish. J'ni chiqarib etishga tarafdor bo'lgan Xitoy uningdan qaytirib so'rabdi. J harfining nima keragi? Buningga İbrahim Turdi shundoq javob beribdimish. J harfi sanlarni jinni malikka deyishga kerak. Bu deyilganlar rostmidi? Rostdek turdi. Avu gap İbrahim kamning gap qilish uslubiga tozimi to'g'ri kelyapti. Agar bu rost bo'lsa, demak, menga uningdan keyin ko'rsatgan bo'lishi cho'qim. Menga ko'rsatgan loyihada J harfi bor edi. Xeli ko'p ashunda qishlar turmida bo'lsangizmi, sizning maslahatingizni oladig'ini qiziq. Bu sizning ilm nopuzliq bo'lganingizdan bo'lsa kerak. Ammo aşıq etim yeziq loyihasi sizga ko'rsatilgan chaqda nurg'un millatchilar sizning rad qilishingizni umid qilgan ekan. Qeyrishqandak siz bu loyihani rad qilmabsiz. Bu hal sizni so'ygan nurg'un kishilarni umidsizlantiribdi ekan. Qarshi turmag'anim rost. Xalqning umidsizlanganimi rostdir. Chunki xalq meni hamon inqilobchimiz deb bildi. Men inqilobchi emas deyammisammi, inqilobchiman deb turib olmayman. Men oldi bilan bir o'qimishliq odam. Hech bo'lmaganda mushu millatning eng ongliq tabiqasiga mansub. Shunga men masalalarga hissiyot, xohish aralashtirib muomala qilsam bo'lmaydi. Yeziq masalasida men qarshi turgan bo'lsam nima bo'ladi? Hech nima o'zgarmaydi. Allaqachon qaror qilinib bo'lingan ish edi. Uning ustiga ilmiy nuqtadan qaraganda yeziq til tovushlarini xotirlaydigan shartlik belgidan boshqa narsa emas. Aslida uning hech qanday milliylik yo'q. Uningdan ko'ra ilmiy nuqtadan xato bo'lgan bir necha harfga qarshi turgan edim. Tilimizda yo'q. Faqat Xitoy tilidan kirgan so'zlarni to'g'ri ifodalash uchun qo'shilgan harflarga qarshi turdim. Bu ilmga uyg'un emas edi. Bir millat boshqa bir millatning tovushlarini deb ilib tuzadigan ish yo'q. Ammo shu fikrimni hisobga ilinmagan yerda yeziq o'zgartishga tamoman qarshi tursam nimaga erishatdik? Yeziqda milliylik yo'q dedik. Ammo bugun e'tibori bilan biz buningdan mustasno va kun sari shundoq bo'lmoqda. Bu yeziq bizning Xitoylar bilan na til, na madaniyat, na tarix jihatlarda hech o'rtoqligimizning yo'qligini isbotlaydigan ajoyib yaxshi dalil. Shunga bu yeziqda ching turish kerak. Yana bir savolim bor. Xo'sh. Shu barmoqingizning uchimi shu qaytim kesilganmidi? Yo'q, texe. Men yana bir chiqib, yana kirman-ku. Keyingi qaytimda. Keyingisimi emasken, uningdan keyingisida, ya'ni madaniyat inqilobida. Ha, bildim. Boyi yodimga kelgan bir savol bor edi, unutqil tas qaptiman. Xo'sh. Poyez kelgan chaqda İbrahim Turdi intayin ko'ngli yerim holda o'tirsa, Sayfiddin kirib, "İbrahimka, poyez keldi" deb xush xabar qilganmish. İbrahim Turdining texmi mijozi qo'dangshib, "Kelgan bo'lsa yaxshi qipti. Poyezga kelganlarga qizingni berasa" debdi degandek hikoyalarni anglaydik. Rostmidi? İbrahim Turdi dedi. Deyilgan gapning uslubidan qaraganda rostdek qiladi. Ammo aql bilan qaraganda undaq emas bo'lsa kerak. Chunki Sayfiddin Siyosyon u poyezdning kelishi nimadan derak berdiganligini eng oz degandimi İbrahim Turdichilik tushunadi.
bu nuqtadan qaraganda ancha ishonchlik gap emasdek qiladi. Әмді мән сөhbətni axırlaşdırıb ornumdan qo'zg'alayotdim. Sabit әпәнди. Siz nima yozishni planlayapsiz? deb so'rab qoldi tuyuqsizla. Mən deb ketdim. Aslida men o'zimcha Sabit әпәнди bilan odatdagcha suhbatlashayotgandek ta'sirat bersam, u mening bir nima yozish qo'ydi ekanligimni bilmasa, texmi yeyilib paraq qiladi deb o'ylab, yozishlarimni uyga chiqqandan keyin ondan xotirlab avar bo'lib yuratdim. Şuna təmtirigen halda, meni çoxum bir nəsə yazmaqçı deb oylamsız? deb qaytırıb so'radim. U o'ziga xas gülümsirişi bilan. Bir yazğıcı mendek bir konu daşqal bilan so'zlashidi-yu, bir nəsə yazışni xiyal qilmamdı, dedi. Men tex o'ylab ko'rmadim, dedim qizirib. Ya'ni qandaq turdagi bir nəsə yazışni bekitamidim. Mencha adabiy axborot yazsang, romandek bədiylikki mu o'rin bor. Ammo romandek to'qilma emas, chin voqealar bayoni. Men texi tarixiy roman qilsam ekan deb o'ylagan. Unimg'u yomon deyamayman, ammo u yanılı roman bo'lg'ashqa to'qilma bor deb qaraladi. Ammo men sizga cho'chak yoki afsona so'zlab bermayapman. Balki o'zimning, sabdoshlarimning, zamondoshlarimning hayot hikoyasini, milliy fojiamizning kichikiltilgan o'rnikini so'zlab beryapman. Bo'ladi, dedim chin ko'nglimdan. Men buning jiddiyatini o'ylab ko'mabdiman. Roman qilsam ta'sirlik bo'lgani bilan kishilar buni haqiqiy tarix emas, to'qilma aralashtirib qayta ishlangan san'at asari deb qaraydiganligi rost. Men cho'qim deganingizdek qilaman.